أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yusuf suresi Mekke'de nazil bolgan 111 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nahayeti şefqatlik, tolumu mihirban Allah'ның ismi bilen başlayman. Alif, Lam, Ra. Bu xildeki harflerinin bayani Baqara suresinin 5'de ötdi. Bular roşan kitapның ayetleridir. Şübhisiz ki sizlerni düşensun dep, onu Arapça Kur'an qılıp nazil qıldık. Biz bu Qur'onni sana vahiy qilish orqali eng esil qissani bayon qilib beramiz. Albatta sen buningdan ilgari bu qissalardan xabarsiz qolganlardan eding. O'z vaqtida Yusuf otasiga: "Ey ota, men tushimda 11 yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilayotganligini ko'rdim" degan edi. Otasi: "Ey o'g'lim, tushingni qarindoshlaringga aytmag'in, sana suiqasd qilib qo'ymasin. Çünkü şeytan insanga up-uçuq düşmandır. Rabbin şuningdek, yani sana bu tushni ko'rsatgandek seni tanlaydi. Sana tush tabirini bildirdi. İlgari ajdodlaring İbrahim, İshaqlarga payg'ambarlik ato qilib, ne'matini tamomlig'iga o'xshash, sana va Yaqub oilasiga mo payg'ambarlik bilan ne'matini tamomlaydi. Shubhisizki Rabbing hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir" dedi. Yusuf ve onun qarindoshlarının qissida so'rg'uvchilar uchun albatta nurg'un ibratlar bor. O'z vaqtida Yusufning qarindoshlari, Yusuf ve onun qarindoshi Bunyamin otamizga bizdan suyumlik bo'lib qelyotdi. Halbuki biz bir to'p jamoa tursak, aniqki otamiz o'p-uchuq bir xatolik ichidadir deyishdi. Ular o'z orasida Yusufni o'ltirib etinglar yoki uni yiroq bir joyga tashlab etinglar. Shunda qilsanglar, otanglarning muhabbati sizlarga qoladi. Shuningdan keyin tavba qilib, yaxshi odam bo'lib olasizlar deyishdi. Ulardan yana biri: "Yusufni o'ltirmanglar. Agar uni otamizdan yiroq qilmoqchi bo'lsanglar, quduqning tagiga tashlab etinglar. Uni yo'ldan o'tgan karvon elib olsin" dedi. Ular aytdi: "Ey otamiz, nimishqa Yusuf to'g'risida bizga ishonmaysan? Halbuki biz uningga albatta yaxshi qaraymiz. Ati uni bizga qo'shib qo'ygan, yeb ichib, o'ynab kulib kelsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz. Yaqub, sizlar uni elib ketsanglar, men rostilla xotirjam bo'lolmayman. Sizlar g'aflatda qilib, uni bo'ri yeb qo'yishidan ansirayman" dedi. Ular: "Biz bir to'p jamoa turib, uni bo'riga yegizib qo'ysak, u chaqda biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lib qolamiz" dedi. Qarindoshlari uni elib chiqib, chunqur quduqning tagiga tashlashni birdek qaror qilishgan. Ondan Yusufga qiladigan askiliklarni qilib, uni quduqqa tashlagan chaqda, biz Yusufga shaksizki kelajakda ularga bu ishni, ular sening Yusuf ekanligingni uqmaydigan bir paytda bir-birlab aytib berasan deb vahiy qildik. Ular kechda otasining oldiga yig'lab kelishdi. Ular: "Ey otamiz, Yusufni narsa keraklarimizni yenda qo'yib yugurishga ketib qopdik. Afsuski uni bo'ri yeb ketibdi. Rost gap qilsaqmi sen bizga ishonmaysan" deyishdi. Ular Yusufning ko'ngligini yolg'ondan qonga bo'yab elib kelishgan edi. Yaqub: "Balki ish sizlar degandek emas. Nafsinglar sizlarga qabih bir qilmishni chiroyli ko'rsatibdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Sizlarning bu yolg'onlaringlarga sabr qilishim uchun menga Alloh madadkordir" dedi. Bu yerdan bir karvon o'tib ketib etib, suvchisini suvga avatdi. U chelikini quduqqa tashladi va Yusufni ko'rib: "Xush xabar, mana bir o'g'il bola" dedi. Ular uni tijorat meli sifatida maxfiy tutishdi. Alloh ularning qilmishlarini bilib turg'uchidir. Ular Yusufni bir qancha tangaga arzon bahoda sotibdi. Ular Yusufga qiziqmagan edi. Uni setib olgan Misrlik odam ayoliga: "Uni yaxshi kutgin, bizga asqetib qolar yoki bola qilib olarmiz" dedi. Shunday qilib Yusufni adolatlik hukm surishi uchun va uningga tush tabirini bildirishimiz uchun u yerga, ya'ni Misrga mana mushundaq yerlashtirdik.
Allah o'zi iroda qilgan ishni amalga oshirishga qodirdir. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Yusuf qironiga yetganda uningga hikmat bilan ilm ato qildik. Biz taat ibodatni mukammal qilguvchilarni shundoq mukofotlaymiz. Yusuf turayotgan uyning ayol xo'jayini Yusufning ko'nglini o'ziga tortmoqchi bo'ldi-da, eshiklarni taqib etib, "Beri kel" dedi. Yusuf, "Alloh saqlasin. Eringiz haqiqatan mening xo'jayinimdir. U menga yaxshi muomala qildi. Xiyonat qilib o'ziga zulm qilguvchilar haqiqatan nijotlikka erisholmaydi" dedi. Ayol uningga yaqinchilik qilishga bel bog'lagan edi. Yusufmu uningga insonligi e'tibori bilan ozroq moyil bo'ldi. U Robbining dalilini ko'rmagan bo'lsa, gunoh o'tkazgan bo'ladi. Biz yomonlikni va satchilikni uningdan yiroqlashtirish uchun shundoq dalilimizni ko'rsatdik. Chunki u bizning tanlangan bandalarimizdan edi. Ularning har ikkisi ishikka qarab yugurishdi. Ayol Yusufning ko'nglikini orqasidan tortib yirtibdi. Ikkilisi ishik oldida ayolning eri bilan do'qurishib qilishdi. Ayol, "Sening oilangga yomonlik qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlash yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak" dedi. Yusuf, "U meni o'ziga tortmoqchi bo'ldi" dedi. Ayolning oilasidagilardan biri guvohlik berib, Yusufning ko'ngligi oldidan yirtilgan bo'lsa, ayol rost so'zlagan bo'ladi. Yusuf yolg'onchilardan bo'ladi. Agar Yusufning ko'ngligi orqasidan yirtilgan bo'lsa, ayol yolg'on so'zlagan bo'ladi. Yusuf rostchilardan bo'ladi dedi. Ayolning eri Yusufning ko'ngligining orqasidan yirtilganligini ko'rib, ayoliga, "Ey ayollar jamoasi, bu cho'qim sizlarning hiylanglardir. Sizlarning hiylanglar haqiqatan cho'ngdir. Ey Yusuf, buni deb yurmagin. Ey ayolim, sen o'z gunohingga kechirim so'rag'in. Chunki sen gunohkorlardan bo'lding" dedi. Shahardagi ba'zi ayollar Azizning ayoli o'zining qo'liga kuyib qilib, uni o'ziga tortmoqchi bo'pti. "Biz uni albatta o'p-uchuq ozg'unlikda ko'ryapmiz" deyishdi. Ayol ularning so'z cho'chaklarini anglab qilib, chaqirib kelish uchun ularga odam avatdi. Ularga yo'lindigan takiya yostiqlar va kesib yeydigan yemakliklarni tayyorladi. Ularning har biriga birdan pichoq berdi. Ayol Yusufga ularning oldiga chiqqin dedi. Ayollar uni ko'rish bilan hang-tang bo'lib qolishdi va o'zlarining qo'llarini kesib elishdi. Ular, "Alloh paktur. Bu odamzot emas. Bu faqat bir isil farishta ekan-ku" deyishdi. Ayol dedi, "Mana bu sizlarning meni ayblashinglarga sabab bo'lgan heliqi kishi. Men uni o'zimga tortmoqchi bo'ldim, lekin u o'zini saqladi. Agar u yanada buyruqimga unamasa, cho'qim zindonga tashlandi. Cho'qim xor odamlardan bo'lib qoladi" dedi. Yusuf, "Ey Robbim, menga ular undigan narsadan ko'ra zindon suyumlikdir. Agar sen ularning hiylasini mendan to'smasang, ularga moyil bo'lib ketib, nodonlardan bo'lib qolaman" dedi. Robbi uning duosini ijobat qilib, ularning hiylasini uningdan to'sdi. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Ondan ular Yusufning gunohsiz ekanligiga doir pakitlarni ko'rgandan keyin so'z cho'chak besiqqanga qadar uni bir mazgil qamab qo'yishni loyiq topdi. Zindonga Yusuf bilan ikki yigit birga kirgan edi. Ularning biri, "Men o'zimdan may siqib etib tush ko'ribdiman" dedi. Ikkinchisi, "Men tushimda beshimda non ko'tarib turg'udakman. Nonni qushlar yavatqudak. Buning ta'birini bizga aytib bersang, chunki biz seni Allohga ibodat qilishdimi, insonlarga muomala qilishdimi, yaxshi kishilardan deb qaraymiz" dedi. Yusuf aytdi, "Ikkinglarga rizqlanishga sirtdan tamoq keladiganlar bo'lsa, u kelishdan burun uning nima tamoq ekanligini sizlarga aytib bera olmayman. Bu Robbim menga bildirgan bilimlardandir. Shubhisizki, men Allohga ishonmaydigan, oxiratni inkor qiladigan qavmning dinini qabul qilmadim. Men ota-bovalarim Ibrohim, Ishoq, Yaqublarning diniga ergashdim. Hech qanday narsani Allohga sherik keltirish bizga loyiq emas. Bu Allohning bizga va insonlarga qilgan marhamatidir.
lekin insonlarning to'lisi shukr qilmaydi. Ey zindondoshlarim, ko'p xil mabudlar yaxshimi yoki qudratlik birla Allohmi? Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotganinglar faqat sizlar o'zinglar va ota-bobonglar otib olgan butlarning va boshqa saxta ilohlarning nomlaridan boshqa narsa emas. Allah ularga cho'qinish to'g'risida hech qanday dalil tushirgan emas. Barcha hukm faqat Allohga xosdir. U sizlarni faqat o'ziga ibodat qilishga buyurgan. Bu to'g'ri dindir, lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Ey zindondoshlarim, ko'rgan tushinglarga kelsak, sizlarning biringlar zindondan chiqib burunqidek xo'jayiniga haroq qo'yib beradi. Yana biringlar darg'a esiladi. Kallasini qushlar yeydi. Sizlar so'ragan ishlar to'g'risida mushundaq hukm qilinib bo'ldi.